Mana shunaqa bolalar sizlarda ham bormi akalar yo faqat mendami? Tanishlarda to'g'risi. Hali odamzodni miyasini o'rnida telefon turadi deb o'ylasa, u bolaning miyasini o'rnida Tetris tursa kerak deymanda, boshi g'alatiroq ishlaydi. Haligi anginasi dumbasida gemoroyi tomog'idami deb o'ylayman, g'alatiroqda. Yoshligida o'zi ko'laga araq qo'shib kichkina bolalarga to'yda ichirib qo'yganidan bilardim bu odam bo'lmaydi deb turib. Bir kuni ikkita galasovoy tashlabdi akalar. Birinchisi 23 sekundlik. Shunaqa so'kingan otam oldida eshityapman. Qiyomat hidini keltirib yuborganda halijaydi. Otam menga qaradi, men otamga qaradim, ichimdan nima o'tganini o'zim bildim. Orqasidan bitta galasovoy qilib, yozmagan galasovoy qilib, oshni uyingizdagilarni oldida bo'lsa, siz eshitmang deb tashlab qo'yibdi. Jinnida boshi ishlamaydi uni. Hali uchun aytyapti, oshna deyapti, farzand kutyatuvdik, o'g'il kutyatuvdik. Uziga borsam qiz deyapti. Nima qilsam bo'ladi shu uzi ichini deydi. Behosiyat layla deb sahrant qilib qo'y dedim. Jinni dedim, uni nima aloqasi bor dedim. Ashnaqa bolalarni mana bitamta oshnam baylab bersa, rasa oyog'idan qitiqlasamda, hech qayerga qimirlolmasa 2 soat oyog'idan qitiqlab tursamda.